Kim boshlaydi? Men, siz? Men boshlayman unda. Assalomu alaykum. Boshlang. Avazbek. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nima qilyapmiz? Bu qanaqa? Yana nimani boshladik? Xullas, Aka, assalomu alaykum. kichkina loyiha, ozgina background beradigan ma'lumot beriladigan bo'lsa, loyiha moliyaviy erkinlik haqida. Maqsadimiz bir 10 ta 12 ta shunaqangi epizod qilgan holatda shu bo'yicha qilib qo'yamiz. Nega bu loyiha keldi? Bu fikr keldi, bu g'oya keldi. Avazbek, shu bo'yicha siz qisqacha ayting. Bez aka, hop, menimcha hammasi o'sha 2 oy avval Alp tog'lariga qilgan sayohatimizdan boshlandi. Ularning orasida birga sayohatga chiqishga baxtiga muyassar bo'lgan insonlardan bittasi menman. Hop, guruhimizda 12 ta yosh o'zbekistonlik, hammasi doktor, nima deydi, vrachlar bor edi. Shularga bergan ma'lumotlaringiz, ayniqsa o'sha 1800 metr balandlikda kafeda o'tirib gaplashib qilgan suhbatimiz shaxsan menda juda ham nima deydi, o'z muhim tajriba bo'ldi-da. Muhim ma'lumotlarni oldim. Anchadan beri o'ylab yurardim, ayniqsa o'sha moliyaviy erkinlik haqida yozgan postlaringizni o'qib, ozmoz qiziqib, lekin chuqur bu mavzuga kirish yo'q edi-da. Shu sayohatimizdan keyin va undan keyin mana bu guruhda olib borgan suhbatlarimiz, qilgan darslarimiz yaxshigina turtki bo'ldi. Chuqurroq, batafsilroq o'ylab ko'rishga, nima haqida bu mavzu, o'zi nima degani moliyaviy erkinlik, bunga qanday erishsa bo'ladi, kimlar harakat qilish kerak, boshida nimalarga e'tibor berish kerak, shu savollarga aka birga to'xtalib o'tsak. Mana siz shaxsan shu moliyaviy erkinlikka erishgan inson sifatida. Shuning uchun bugun keling, moliyaviy erkinlikdan ko'ra avval o'zi, ya'ni moliyaviy erkinlik, boy bo'lish, puldor bo'lish, mana shu haqida gaplashsak. Nima degani o'zi? Boy kim u, puldor kim? O'sha jentrasi bor, iPhone 17 yoki o'sha oxirgi rusumni ishlatadigan odam boy odam hisoblanadimi yoki qanaqa mezonlarga asoslanib boy yoki puldor deyish mumkin bir odamni? Okey. Men sizni tanishtirishim isman chiqib qolibdi. Avazbek o'zimiz ukammiz. Men Avazbek bilan 2000 nechinchi yildan beri tanishmiz? 2003, 2004 mi? Shunaqa, anchadan beri. 2003-2004 dan beri tanishmiz. Hozir Germaniyada uzoq yillar sotuv bo'yicha juda yaxshi mutaxassis bo'lib ishladi. Hozir data sohasida ishlaydi. O'sha Alp tog'lariga qilgan sayohatimizda siz katta tashkil qildingiz, shu narsani yordam berdingiz. Qolgan ukalarimiz bor edi. Shifokor ukalarimiz, ya'ni o'zbek shifokorlar Germaniyaga kelib, Germaniyada o'sha yerda ishlab, hozir pul topayotgan. Qo'lida kimdir 4000, kimdir 5000 yevro pul topyapti. Mutaxassisligini olayotgan va puli bor odamlarda ko'pchilikda shu narsani bildiki, pulini o'ta noto'g'ri sarflashayotganligi meni juda ham hayron qoldirdi. Ya'ni palapartish sarflashligi, bir tartib yo'qligi va hokazo. Keyin men shunaqa moliyaviy erkinlik haqida gapirganimdan keyin juda o'ta hayronlik bilan qabul qilindi. Shunaqasi iloji bormi deb turib. Vaholanki men bu narsani anchadan beri gapirib kelaman, boshqa narsa qilaman. Bu narsa bu darajada begona mavzu deb turib o'ylamagan edim men. Shu narsa bizga ma'lum bo'ldiki, hattoki O'zbekistondan saralanib Germaniyaga kelgan pul topayotgan odamlarda ham pulini qanday qilib to'g'ri taqsimlashni yaxshi bilishmaydi ekan. O'sha yerda kafeda gaplashib o'tirdik, qanday qilish kerak, nima qilish kerak. Keyin bildikki, okey, bu narsani o'zi yetarli emas. Keyin o'sha guruhda 12 ta mundarija qilib turib, 12 ta mavzuga bo'lib turib, shu bo'yicha bitta, ya'ni yozma ravishda savol-javob qilamiz. Men bitta mavzuni tanlaymiz, 12 ta mavzudan har kim bittasini tanlab turib, o'shani men keng yoritib beraman va shu bo'yicha savol berasizlar degan holatda. O'shani birinchi mavzusi bugungi holatdagisi boy va puldor holati bo'ldi. Shunaqa boy va puldorni farqi. Bu birinchi mavzu bo'ldi. Undan ikkinchisi, ya'ni o'sha 12 tani sanab o'taylik, keyin birinchisiga qaytamiz. Ya'ni ikkinchisi shaxsiy moliyaviy holatni baholash. Uchinchi mavzu biz xohlagan hayot tarzi nima? 4 jamg'arma foizi
5-chi mavzu hayot tarzi inflyatsiyasi. 6-chi mavzu yomon va yaxshi qarz. 7-chi mavzu himoya yostiqchasi. 8 compounding asoslari. 9 erta boshlash, muntazamlik va avtomatlashtirish. Bunda yaqqol misol qilib bola puli haqida keltirdik. Keyin 10-chisi daromadni oshirish haqida gaplashdik. 11-chisi soliqlarni optimallashtirish. 12-chisi monitoring qilish, o'zgartirish va rejalashtirish bo'ldi. Endi birinchi mavzuga qaytadigan bo'lsak, boy va puldorni farqini bilish. Nega degan savolga javob topish bo'ldi birinchi. Bu borada qanaqadir bir sizda qo'shimcha nimadir bormi? Farqini oldin bilarmidingiz boy bilan puldorni farqini? Xo'p, biz to'xtalgan mavzu asosida yo'q. Aynan bir-biriga juda ham o'xshash atamalar. Ikkalasi ham puli ko'p odam. Lekin farqi o'sha siz mavzu darsda ko'rsatib o'tganingizdagi farqini to'g'risi men avval e'tibor bermagan ekanman. Ya'ni boy bilan puldorni ikkalasi ham mol mulkka ega bo'lgan odam, lekin aynan nima jihatlar ularni bir-biridan ajratib turadi? Okey, to'xtaladigan bo'lsak, puldor kim degan savolga to'xtaylik birinchi o'rinda. Puldor bu ko'p pul topadigan odam. Qisqa qilib aytganda hayotini pulga almashtirayotgan odam. Ya'ni men pul ko'p topaman va ko'p sarflayman. Endi qancha ko'p degan pul ko'p pul toplanadi degan. Misol ko'p nisbiy holat aytaylik, Germaniya uchun o'rtacha oylik holat 3000 yevro bo'ladigan bo'lsa, 10.000 yevro oylik topish juda ham yaxshi, ko'p pul topish hisoblanadi. To'g'rimi? Misol uchun oyiga 10.000 bo'lsa, yiliga 100.000 dan ko'proq, 100.000 yevrodan ko'proq oylik olyapsiz. Bu o'ta yaxshi oylik hisoblanadi-da, o'rtachadan ancha baland oylik hisoblanadi. Endi puldor odam bu ko'p pul topyapti, lekin hali boy degani emas. Pul topish mumkin, lekin topgan pulni to'g'ridan to'g'ri sarflaydigan bo'lsa, oyiga 5000 yevro topdi-da, 5000 yevro sarflaydigan bo'lsa, bu odam hech qanaqangi puldor odam, bu odam hech qanaqasi boy odam deya olmaymiz. Bu odam faqatgina puldor xolos. Ko'p topadi, ko'p sarflaydi. Odatda ko'p sarflashni, ko'z-ko'z qilishni yaxshi ko'rish buni eng katta sabablardan bittasi bo'ladi. Topgani sarflagani uchun pul topish uchun doim band bo'ladi. Ya'ni haftasiga 40 soat, 45 soat yoki haftasiga 6 kun ishlayapti, 5000-6000 yevro pul topyapti. O'sha topgani uchun BMW oldi, BMW oldi yoki qanaqadir qimmat soatlar, har doim telefonni yangilash, har doim yangi narsa olgandan keyin puli qolmaydi. Yana oylikdan oylikka yashayotgan odam. To'g'ri, tashqaridan ko'rsangiz puli zo'r, puli ko'p, boshqaga o'xshaydi. Vaholanki doimiy ravishda o'zini vaqtini pulga sarflayotgan, pulga almashtirayotgan odam hisoblanadi-da. Va eng katta muammosi ham, xatosi ham aynan o'zini umrini pulga sotayotganligini tushunmaydi. Endi bu odam bunaqangi hayot to'g'rimi yoki noto'g'rimi deyishdan oldin bu yerda qanaqangi risklar bor? Qanaqa risk bor? Risk bu yerda ishini yo'qotish riski. Ishi tap-et yo'qolib qoladigan bo'lsa, biznes uxlab qoladigan bo'lsa, daromad to'xtagan kuni sarflash imkoniyati to'xtaydi. Va o'ziga yaratib olgan hayot tarzini davom ettira olmay qoladi. Undan ham yomonroq holati, agarda olgan narsalarni qarzga olgan bo'lsa. Misol uchun mashinani qarzga olish odatiy holat, to'g'rimi? Yoki masalan uyni, hatto telefonni ham qarzga oladi, kompyuterni ham, shunaqa darajadagi kiyimlarni ham kreditga oladiganlar bor-da. Endi shunaqangi holatlar borki, 5000 dollar topadi. 5000 dollar topib turib, lekin 6000 dollar sarflaydi. Bu puldor emas, bu o'ta kambag'al holatdagi odam hisoblanadi. Misol aytaylik, oddiy narsa. O'sha BMW dedik, boshqa dedik. Germaniyadagi shifokor oyiga 5000 topyapti, zo'r BMWsi bor, shahar markazida, qimmat joyda ijaraga turyapti. Lekin topganini sarflaydi. Jamg'arishga hech qanaqasiga imkoniyat yo'q. 5000 keldi,
5 ming ketyapti. Endi bu yerda brutto, netto, soliqdan oldin, soliqdan keyin degan gaplarni qo'shishimiz mumkin, lekin qo'lga kelayotganini hisoblaydigan bo'lsak-da, aytaylik, 5 ming qo'limga kelyapti-da, lekin 5 ming shunday chiqib ketyapti. Jamg'arishga imkoniyatim yo'q. Agarda ertaga kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, nimadir bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kelayotgan pul kelmay qolsa, pul oqimi to'xtasa, hayot tarzi davom etaveradi-ku. Misol uchun, bu kasal bo'lib qolibdi deb turib mashinani qarzi to'xtab qolmaydi-da. Yoki uyni ipoteka qarzi to'xtab qolmaydi. Yoki kredit foizi to'xtab qolmaydi, to'g'rimi? Va bu narsa odamni o'ta katta riskka solib qo'yadi. Va afsuski, bunaqa odamlar juda ko'pi katta stress holatida yashaydi. Endi Beyz aka, bilasizmi, atrofimizda shunday insonlarni siz ham men ham taniymiz, bilamiz. Misollar ko'p bunga. Endi ayniqsa O'zbekistonda tug'ilib o'sib, ulg'ayib, bu yoqqa rosa pul topadigan, kuchga to'lgan davrida bu yoqqa keladida, o'sha yoshlikdan Mercedesni havas qilgan, yoshlikdan o'sha BMWni havas qilgan, o'ylari, fikr-hayollari jo'sh urib borib oladi. O'sha narsa unga mazza beradi. O'sha narsa uni nima deydi, ko'cha tilida aytganda kayf beradi. Olib yuradi. Boshqa ularni muhokama qilish emas, shunchaki tushunishga harakat qilishda, ya'ni buni nimasi yomon? Ular shu bilan maza qilyapti, shu bilan hayotini zo'r o'tkazyapti-da, ya'ni o'ziga shu hayot yoqyapti. Biz endi puldor deyapmiz-da va o'sha qilingan iste'molni yoki bu turdagi iste'molni biroz to'xtalyapmiz va shuni biroz tanqidiy nazar bilan qarayapmiz mana shunaqa iste'mollarga. Endi shu yerda savol tug'iladi, xo'p, buni nimasi yomon? Topyapman, sarfimni qilyapman, pulimni sarflayapman, mazamni qilyapman. Okey, bu narsani yomon jihati yoki yaxshi jihati deyishdan oldin boy kim degan savolga to'xtalaylik-da. Puldor bilan boyni farqini bilaylik. Undan keyin solamiz. Biz Mercedes olishga yoki BMW olishga yoki qanaqadir yaxshi yashashga qarshilik yo'q. Boyni kimligini biladigan bo'lsak, undan keyin bizda fikr shunaqangi fikr yoki xulosa, g'oya paydo bo'ladiki, to'xta, shu narsalarni ma'lum bir vaqtga ozgina kechroqqa suradigan bo'lsam, umrimni faqatgina pulga sotishga majbur bo'lmayman ekan desa degan xulosaga kelish mumkin. Okey. Boy odam kim? Boy inson asosiy fokusini o'zini vaqtini pulga sotib oladigan odam. Umrini pulga sotib oladi. Endi pul topadi, uni to'g'ri taqsimlash hisobiga o'zi vaqt sarflamasa ham u topgan pulini, ya'ni pul topgan pul orqali jamg'arma qildi, jamg'arma orqali investitsiya qildi, qilgan investitsiyasi u uxlasa ham pul keltirib turibdi. Demak, puldor odam, Beyz aka, shu yerda qisqagina gapingizni bo'lib qoldim, uzr. Puldor odam bir marta ishlasa, o'sha birlik kirim qiladi. Boy odam kirimi ishlamagan paytda ham to'xtab qolmaydi. Asosiy farqi mana shunda ekanda. Shunda. Aytaylikki, bir odam daromad qilib, jamg'arma qilib, topganidan kamroqqa yashadi va o'sha jamg'arilgan narsani investitsiya qildi qayergadir. Bunga ham to'xtalamiz, turlari, boshqasi haqida. Va o'sha qilingan investitsiyasi unga pul keltiradi. Oddiy misol sifatida. Bu to'g'ri, noto'g'ri demayapmiz. Oddiy misol sifatida tushunish uchun aytishimiz mumkin. Germaniyada oyiga o'sha 5 ming topayotgan shifokor deylik, hozirgi holatda. Xo'p, ehtiyojlari aniq, isrofga yo'l qo'ymayapti. 5 ga topyapti-da, o'rtacha xarajatlari, unaqa ortiqcha xarajatlari yo'q, unaqasidan tashqari. Aytaylikki, ortgani kelajak uchun investitsiya qilmoqchi. 5 ming topgandan keyin xarajat 2 ming bo'ladigan bo'lsa, 3 mingini ajratib qo'ydi. Misol uchun. Bizda O'zbekistondagilar uchun tushunishga osonroq bo'lishi uchun, o'zbek mentaliteti tushunishga osonroq bo'lishi uchun O'zbekistonda keng tarqalgan investitsiya turi ijara. Ijaraga uy olish turiga qaraydigan bo'lsak, to'g'rimi? Aytaylikki, ma'lum bir vaqt davomida topgan pulidan ortganini orttirib, O'zbekistondagi bitta Toshkentda kvartira oldi. Bunga to'xtalamiz, buni anaqalarga, lekin tushuntirish uchun.
Endi va kvartirani ijaraga berdi. Oyiga $500 kelib turibdi. Shu narsa. $500 kelib turibdi. Bu Germaniyadagi hayotiga bog'liq emas. Shunday. Germaniyada ishlasa ham, ishlamasa ham, uxlasa ham, boshqa mayda ishlamagan kuni ham, uxlagan paytda ham pul keltirib turadigan narsa u. O'zbekistondagi ko'chmas mulkka ijaraga berilgan. Boy odamning asosiy fokusi pul topib, pul orttirib, ya'ni oshiqcha xarajatlarni hammasini kesib tashlagan holatda minimal qilib, pul orttirib, jamg'arma qilib va jamg'armani to'g'ri investitsiya qilib, investitsiya orqali pul topayotgan odam. Asosiy farqi shunda. Puldor odam topganini sarfladi. Tashqi ko'rinishi zo'r, hamma narsa yaxshi. Boy odam topdi. Kamtarona yashashi mumkin boshlanishiga. Misol uchun iPhone 15 bordi, 17 olmadi. 15 da yuribdi yoki 13 bordi, 13 da yuribdi, chunki ehtiyojlar qondiryapti. Berlinda yoki Frankfurtda yashayotgan odamga yoki Osloda yashayotgan odamga iPhone 17 bormi, 16 bormi, 15 bormi, вообще qizig'i yo'q. Sen kimsan degan narsani. O'shaning hech qanaqangi status holatning bunaqasi yo'q uni. iPhone 17 olgani uni daromadini oshirib qo'ymaydi. Shuning uchun okey, men hamma ehtiyojlarimni qoplayapti. O'shaning uchun ortganini jamg'arma qilib investitsiyaga sarflayman dedi-da, ma'lum bir vaqt disiplina bilan, intizom bilan o'sha narsani qildi va sarflanib ketishi mumkin bo'lgan pul bu yoqda ortib qoldi. O'shani jamg'arma qildi. Demak, bu joyi shuki, haqiqiy boy odam tashqariga qaraganda boydek ko'rinmaydi. Kamtarona bo'lishi. Bu o'sha boylikning sifatlaridan biri-da, kamtar bo'lishi, atrofga ko'z-ko'z qilmaslik. Shunaqa. Endi bu mana aytgan misollarimiz orasida mana hozir bitta shifokor misolida qildik-ku, lekin buni har qanaqa sotsial nima deydi, muhitda bo'lgan vatanimiz vakillariga ham yoki o'zbekistonliklarga ham, ya'ni Yevropadagi tegishli qismi bormi? Ya'ni nima demoqchiman bu gap bilan? Mana siz bilan qilgan o'sha darslardan keyin bir yaqin jiyanimni bilan yaqin uchrashdimda. 22-23 orasida yaqinda mana o'sha kollejni bitirdi, hozir ishga kirib kelyapti. 3000 bilan boshlaydi masalan hayotini, men bilaman. U bolani ko'rib turib, men zo'r shans ko'rdim-da, ya'ni zo'r imkoniyat ko'rdim. Hozir agar to'g'ri sarflarini, xarajatlarini to'g'ri yo'naltirib, jamg'armasini to'g'ri yo'naltiradigan bo'lsa, tez orada aytaylik, yaxshi moliyaviy natijaga erishishi mumkinligini ko'rdim-da. Men 22-23 yoshimda shu haqida shaxsan o'zim ma'lumotga ega emasdim. Shunda endi qarang, aynan shunga ham ozgina ma'lumot berib ketsak aka. Bo'ldi, aynan shu bolani olaylik. Hozirgi ishi nima o'sha bolani? O'sha bola misolda oladigan bo'lsak, Ausbilding qilyapti. Hozirgi ishi nimadan iborat? Maxsus texnika haydovchisi. Ya'ni yo'l qurilish sohasiga maxsus texnika minadi. Qurilishda ishlayapti, oliy ma'lumoti yo'q, ofis ishida yo'q, boshqasi yo'q, ya'ni qaysi jihatdan xavfliroq ishda ishlayapti deylik. Shunaqa. Endi qurilishda ishlagani uchun hozir 22 yoshda quvvati bor, hamma narsasi bor. Bo'ldi, lekin bu narsa 35, 40, 50 yoshda ham xuddi shu narsani bo'ladi degani emas. To'g'ri. Bel og'rib qolsa, nimadir bo'ladigan bo'lsa, travma bo'ladigan bo'lsa, bu ish uxladi degani. Va bolani plan B'si ayni vaqtda yo'q. Aynan shu bolani 3000 yevro oylik olyapti, juda zo'r u bola uchun, chunki kim bilandir katta ehtimol bilan kvartira bo'lishadi, $200-300 bunaqasi bor, qolgani uyga jo'natadi O'zbekistonga deylik, yoki bo'lmasa boshqa nimadir qiladi. iPhone 7 oladi yoki Nike oladi, sarflaydi, 3000 topsa 3000 sarfladi deylik. Ya'ni puldor variantga qo'yaylik uni. Bu bitta variant. Ikkinchisi, bu bolani boy variantga oladigan bo'lsak qanday bo'ladi? Qanday qilib kelajak qurish mumkin? 22 yoshli bola birinchi o'rinda investitsiyani qanday qilishga o'ylash haqida o'ylaydigan bo'lsak, u pulni olib, pulni to'plab, ya'ni puldan pulni tug'dirish kerak emas. U bolaning fikri investitsiyani qanday qilib o'ziga qilishi haqida bo'lishi kerak. Aytaylikki, 3000 yevro oyligi bor. Deylik. Agar shu bola 1 yil ishlaydigan bo'lsa, 30,000 yevro pul topadi deylik. 36,000 yevro pul topadi. Bir oylik xarajati 1000 bo'ladigan bo'lsa, 2000 qolyapti deylik. Hisoblash osonroq bo'lishi uchun. 2000 qolyapti, 1 yil davomida 24,000 yevro puli bor.
Endi Shunday. tilni biladi. Bu bola quruvchilikdan ko'ra jamiyatda bir pog'ona yuqoriga ko'tarilish imkoniyati o'ta katta. Ayni shu bolada. 1 yil davomida pul topdi va tilni bilgani uchun shu jarayonda universitetga topshirdi. 24 ming bola jamg'arib qo'ygan. Endi ertaga aytaylikki tibbiyot universitetiga qanaqadir qattiqroq intizom talab qiladigan, vaqt talab qiladigan o'qishlar bor-ku, yaxshi pul to'laydigan yoki bo'lmasam IT sohasida ko'pchilik aytadi talaba bo'lsa ham qo'shimcha part time job qilib, ofitsiant bo'lib ishlab, boshqa narsa qilib ishlashi mumkin deyishi mumkin-ku, lekin hammasida baribir o'sha opportunity cost, ya'ni imkoniyatlar narxi bor-ku u yerda. Siz Shunday. o'qishdan chiqib boshqa qilib kechqurun barga borib yoki qayerga borib restoranga borib ishlaydigan bo'lsangiz, darsni qila olmaysiz, qolib ketadi, sifatiga ta'sir qiladi. Endi aynan shu bolada, Germaniya holatida hozir shu bolada oliy institutga, oliy ta'limga kirish imkoniyati bor. 24 ming yevro jamg'arib qo'yadigan bo'lsa o'zini kassasida, bu bola xotirjam ravishda 2 yil kamida hech qanaqangi puldan xavotir olmagan holatda hamma fokusini o'qishga berib qilishi mumkin. 3 yillik bakalavr 2 yilda tugatish imkoniyati bor shu bolada. Chunki ishlamayapti-da, ishlashga ehtiyoji yo'q. 3 yillik bakalavr 2 yilda tugatadigan bo'lsa, hozirgi oylik 3 ming bo'ladigan bo'lsa deylik. Bakalavr tugatib tugatmasdan oldin 2 yil ichida xavf jihatdan yaxshiroq va bilim jihatdan, aqliy jihatdan stimul beradigan va ko'proq jamiyatga yordam beradigan qanaqadir bir ishga joylashi mumkin va bevosita o'sha narsani 5 ming qilishi mumkin. Bitta oddiy shu jamg'arishmani to'g'rilash hisobiga. Tushunarli. Demak, prioritet yoshga, holatga qarab o'zgarar ekan. Demak, agar yoshroq, vaqt bemalolroq bo'ladigan bo'lsa, maqsad aytaylik to'laqonli ishga kirib pul topish emas, iloji bo'lsa o'ziga shaxsiy rivojlanishga investitsiya qiladigan bo'lsa, u yerda manfaatlar yuqoriroq. Endi bu bolada yana bitta variant bor-da, qarang. Aytaylikki, bu bola sizda jiyaningiz bo'ladigan bo'lsa, Andijondan keldi deylik. Bu bolada yana bitta variant bor. Nima varianti bor? O'zbekistonga pul jo'natadi, O'zbekiston 2 etajli uy quradi yoki qanaqadir qora jentira oladi. To'g'rimi? Yoki qanaqadir O'zbekistondagi kimgadir qanaqadir noma'lum tagi yo'q biznesga pul tikadi yoki kimgadir qarz beradi. Chunki chet elda ishlayapti, uni pul zavodi bor, shu ma'noda. Okey. O'zbekistonga borib 2 etajli uy quradigan bo'lsa, u bola hozir 22 yoshda, Germaniyadan hali qaytib ketishga xohishi ham, boshqasi ham rejasi ham yo'q keyingi 5 yil davomida. Hali borib 5 yil davomida, 5 yildan keyin borib yashaydigan uyni hozirdan qurib qo'yadigan bo'lish eng katta ahmoqlik bo'ladi bu narsa. Sabab 5 yil ichida uy nuraydi, boshqa narsa qiladi, ya'ni bu narsani ta'mirtalab holatiga kelib qoladi. Endi u bola Germaniyaga kelib shu darajaga chiqadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan O'zbekistondagi uy sharoiti, ya'ni o'zini uyi bor. To'g'rimi? Ota-onasi boshqasi unaqaligi uysiz o'ta katta ehtiyojlar qolgani yo'q. Shunday. Uyga ehtiyoji yo'q, to'g'rimi? Mashinaga ham katta ehtiyoji bo'lmasligi ehtimoli katta. Misol uchun yangi Tracker olish shart emas, chunki katta ehtimol bilan Cobalt yoki qanaqadir Matiz yoki nimadir Spark bor. Misolda, aynan shu bolani o'zida iPhone 17 ni olishga ehtiyoji yo'q. Xohishi bor, lekin ehtiyoji yo'q. Xohish bilan ehtiyoji farqi bor. Endi bu 22 yoshli bola haqida bo'ldi. Meni o'zimda holatimga keladigan bo'lsak, to'g'rimi? Men karyerani qurib, pul topishda maksimal darajasiga chiqqan odamman. 40 yoshga kiryapman hozir. Doimiy ravishda maksimizatsiya qilganman pul topishni. Nimaga? Meni asosiy maqsadim doimiy ravishda o'zim prioritet qiladigan narsa erkinligim bo'lgan. Erkinligim. Ya'ni men vaqtimni kim uchundir sotishga rozi emasman men. Shunaqangi holatki, men uchun vaqtimni o'zim boshqara olishim muhim. Xohlagan paytda, misol uchun, men keyingi 2 haftada aytaylikki, Alp tog'lariga sayohatga ketmoqchiman. Shu narsani imkoniyatini qila olishim kerak. Yoki masalan aytaylik, men oktyabr oyida misol uchun O'zbekistonga, hozir avgust bo'layotgan bo'lsa, 2 haftaga O'zbekistonga bormoqchiman. Sentyabr oyida Berlinga velosipedda sayohat qilmoqchiman. Yoki masalan yanvar yoki fevral oyida Mayorkaga yoki Italiyaga boshqa joyga qanaqa nimaga qilmoqchiman. O'shaning uchun men ishchi pozitsiyasidan chiqib ketganman. Ya'ni meni ish beruvchim bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda 4 yoki 5 haftadan oshiq xohlagan paytimda ta'til ololmayman. Shunaqangi, ya'ni men imkoniyatim bor edi,
4 yil oldin, 5 yil oldin imkoniyatim bor edi puldor bo'lishga. Lekin aynan puldorlik variantini tanlamaganman-da, boy bo'lish variantini tanlab, o'sha hayot tarzimni saqlab, ya'ni o'sha narsani ushlab turish uchun ishlashga majbur emasman. Sababi shu paytgacha oxirgi 5-6 yil davomida ishlab qo'yib, o'shani investitsiya qilib qo'yganman. Endi ishlamasam ham hayot tarzim davom etaveradi. Ya'ni bolam och qolmaydi, oilam ta'minoti joylangan, to'g'rimi? Hamma narsa qilib qo'yilgan. Men uchun asosiy narsa shu, erkinlik narsasi. Demak, moliyaviy erkin bo'lish deganda ish beruvchiga qaram bo'lmaslik, o'zini hayotiga, o'zini vaqtiga o'zi xo'jayin bo'lishlik, sizni vaqtingizni, sizni ish harakatlaringizni kimdir boshqasi belgilab bermaslik. Mana shu narsa sizni asosiy motivatsiyangiz bo'lgan ekanda. Meni eng katta asosiy motivatsiyam shunaqangi bo'lsinki, meni qachon ishga kelishimni, nima ish qilishimni, qachon ishdan ketishimni, qayerga ishga borishimni, ishga nima kiyishimni, kim bilan uchrashishimni, qanaqa ovqat yeyishimni, galstuk taqamanmi, yo'qmi, nima qilaman, ya'ni hech narsani boshqa odam boshqarmasligi men uchun muhim narsa bo'lgan. Qachon uyg'onaman, xohlasam kechasi 12 da ishlayman, shunaqa. Ya'ni o'ta erkin bo'lay. Shu asosiy motivatsiya shu narsa bo'lgan menga. Wow, sizlarga hozir ochiq aytishim kerak. Bu fikrlarni nima deydi, xayolga keltirib, uni sig'dirib, hazm qilishni o'zi katta gap, to'g'risini aytganda. Qanday boy bo'lish uchun imkoniyat beradi menga. Bu hattoki siz shunaqa hozir fikrlar aytyapsiz, haqiqatda boy bo'lgan, O'zbekistonda puli juda ham ko'p bo'lgan, bu yog'iga butun umr ishlamasa ham yashayveradigan odamlar ham bunaqa hayot tarzini o'ziga ep ko'rmaydi-da, yoki hayot tarzini yasha olmaydi-da. U yoki bu holatda bog'liqligi, majburiyatlari bor-da baribir. Majburiyat har doim bor, Avazbek. Majburiyat har doim bor. Endi misol uchun boy bo'lish deganda mendagi narsa, men o'zim xohlagan ishga, xohlagan usulda pul topishga, xohlagan joyda pul topishga, misol uchun mendagi hozir imkoniyat orqali Norvegiyada ham, Shvetsiyada ham, Germaniya, Shvetsiyada borib ishlashga imkoniyatim borda pul topishga, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam xohlagan odamga yordam berishimga, xohlaganimcha pul topishga, ya'ni birovdan ruxsat olishim kerak emas. Erkinman. Aynan shu narsa imkoniyat beradi boy bo'lish. Endi siz aytayotgan narsa bor, shunaqa boy odamlarimiz borki, ular kishanga o'xshab bog'lanib qolgan deb aytmoqchisiz, ishiga, boshqasiga. Menda bor, do'stlarim bor. Shu darajadaki nevarasiga uy qurish haqida o'ylayotgan odamlar bor-da, meni do'stlarim ichida. Bir kun o'tirib, bor pulini hisob-kitobini qilib chiqdik. Topgan pulini hozirgi hayotini bir xil yashab ketadigan bo'lsa ham, keyingi 60 yilgamikin yetar ekan. Yoshi 45 atrofida. Vaholanki uni avlodida, ajdodida, ya'ni uni o'tganlarida kimlar bo'ladi? Ajdodlarida. Erkaklar 50 yoshdan u yoqqa o'tmagan. Statistik jihatdan oladigan bo'lsa, 5 yildan keyin o'lish kerak. Statistik jihatdan olsa. Lekin ishidan keta olmaydi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, aynan haligi o'zligi bor-ku, identity deymiz-ku, o'sha ishidan tashqari identitysi yo'q. Misol uchun men hozir oftalmolog bo'ladigan bo'lsam, men oftalmologlik litsenziyamni olib qo'yadigan bo'lsa, identityim bor men. Oftalmolog yo'q bo'ladigan bo'lsa, ota bo'lishim mumkin, shunchaki, to'g'rimi? Yoki bloger bo'lishim mumkin, yoki velosiped haydab yuradigan odam bo'lishim mumkin. Prosta hech narsa qilmasdan sayohat qilib yurishim mumkin. Ya'ni menda hech qanaqa bog'lanib qolish narxalari yo'q. Ularni olib qo'yadigan bo'lsa, men nima qilaman ishlamasam deydi. Pul topish uchun shuncha vaqtni sarflaganda, vaqt sarflayotgan paytda o'sha haqida, yo'qotayotgan narsalar haqida ko'pchilik o'ylamagan. Yaqinda shunga o'xshash holat bo'ldi. Hamkasblar bilan joyda. Boshqa bizga aytaylik, xizmat yetkazib beruvchi firma xodimi, uni firmani yaratgan inson yaxshigina puldor odam yoki boy odam desak.
vaziyat taqozosi bilan shu moliyaviy erkinlik haqida suhbat bo'ldida. Ya'ni moliyaviy erkinlikka erishgan insonlar o'zlari xohlagan hayotni yashashi va hokazo fikrlar orasida aytyapti, men nima qilaman, hozir ishlamasam hayotimni tasavvur qila olmayman, nima bilan shug'ullanaman deyapti-da. Xo'p, deyapti, bir hafta 10 kun dam olarman, bir hafta 10 kun sayohatga chiqarman, u yoqqa boraman, keyin nima qilaman? Ya'ni hayotim huvillab qoladi, bo'shab qoladi deyapti. O'sha karyerasidan tashqari identity, ya'ni o'zligini shakllantirmagan. Butun vujudini, butun hamma imkoniyatini shu karyerasiga bergan odamlarda, lekin siz bilan meni atrofimdagi odamlar baxtli odamlar. Sababi hech bo'lmasa boylikka erisha olgan odamlar, ya'ni pulga erisha olgan odamlar. 40 yil ishladi, pensiyasi bor deylik Germaniyada. Pensiyasini yashamam, haligi o'lguncha bunaqa qilib yaxshi yashash mumkin. Och qolmaydi, boshpanasi bor, mashinasi bor va hokazo. To'g'rimi? Shunday. Eng achinarli joyi shuki, ko'pchilik ishlagani, ya'ni hayot tarzini shu darajada noto'g'ri tanlanganligi, status o'yinlari, ko'z uchun yashash hisobiga 10 yil, 15 yil, 20 yil umrini o'tkazib yuborganda 25 yoshdan 40 yoshgacha, 15 yil umri o'tib ketgan, 40 yoshda qarzda. Eng katta pul topish imkoniyati bo'lgan 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan imkoniyati bor edi. Lekin status o'yinlarini tanlab turib, 40 yoshida qanchadir $1000 qarzni ichida. Endi u qarzlarni, bu moliyaviy savodxonligini shakllantirib, qarzlar to'lashim kerak deb u narsani yetguncha yana 5-6 yil vaqt ketadi. Qarabsizki 45-60, undan keyin bozorda o'z-o'zidan bozor talablari bilan boshqasini javob bermaydi. Ya'ni 45 dan keyin katta o'sish ehtimoli kam bu odamda. Qanaqangi hayot bo'ldi bu? Dushanbadan shanbagacha ishladi, kechasi keldi, 9-10 da boshqa narsa qildi. To'g'ri, yaxshi kiyindi, yaxshi yedi, boshqa hamma telefoni bo'ldi. Mashinasini Sparkdan Cobaltga, Cobaltdan Trackerga o'tkazdi, boshqa narsa qildi. Vaholanki Tracker 10 yildan keyin, misol uchun 10 yil oldingi telefonga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. 10 yil oldin hozir to'g'rimi? Avtomobillarda umri undan-da qisqa bo'lyapti, chunki o'zim va atrofimdagi tanishlar orasida masalan e'tibor bersam 3, uzog'i 4 yilda mashina almashtiradi boshqa. Holbuki mashina judayam xarajat faktori hisoblanadi, ayniqsa Germaniyada, Yevropada, ko'p mamlakatlarda. Shunday. O'shaning asosiy farqi shu, puldor bilan boyning asosiy farqi shu. Endi eng qizig'i shuki, siz bilan biz atrofimizdagi Germaniyada ishlayotgan yoki Yevropada ishlayotgan odamlarda topgan pulini asosiy ehtiyojlariga, ya'ni 3 ta ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, eng katta ehtiyoj, Yevropa holatida bu narsa boshpana, transport, ovqat. To'g'rimi? Uchalasiga sarflaydigan bo'lsa, undan keyin yaxshigina pul orttirish mumkin. Misol uchun, siz atrofingizda sotuv tizimida IT sohasida ishlayotganlar bor, to'g'rimi? O'rtacha qancha? Olar 5000 deylik. 5000 atrofida. 4000-5000 orasida deylik. Netto qo'liga tegishi 5000-4000 bo'lishi mumkin. Shifokorlar ham xuddi shunaqa 3000 dan boshlanadi, undan u yoq tepasiga ketaveradi. Kvartira shaharda markazida bo'lsa, Frankfurt markazida bo'lsa 1,5 yevro. Misol uchun, shunaqa. 1000 yevro deylik. Shunaqa. 1000-1200 atrofida. Frankfurtdan 20 ming tashqariga chiqadigan bo'lsa, 700 ga topish mumkindir. Shunaqa. Okey. 700-800 atrofida. Bir nechta omillarga bog'liq, kvadrati, xonasi, boshqa. O'rtacha holatni lekin hozir hisob-kitob uchun endi o'rtacha qanday qilib xarajatdan asosiy 3 ta big 3 deyiladi, shu narsani to'g'rilashtiradigan bo'lsak, shuni o'zidanoq 500-600 yevro yaxshigina nima deydi, iqtisod qilsa bo'ladi shu narsaga. Misol uchun, misol uchun ayol bilan eri va bitta bolasi bor. 3 xonali uy kerak emas-da bunga. Misol uchun. Bizda nimaga ko'p xonali uyni yaxshi ko'ramiz? Mehmon kelib qolsa-chi? Okey, mehmon kelib qolsa, yiliga necha marta mehmon keladi uylariga yoki siz necha marta mehmonga bordingiz? To'g'rimi? Misol. Yoki misol mashinani yaxshisi bo'lishi kerak. Bola bo'ldi, mashina almashtirishimiz kerak, boshqa qildik. Biz aytaylikki, Volkswagen
nima bo'lishi mumkin? Golf deylik. Eng optimal variant deylik. Oila uchun juda ham yaxshi. Misol uchun bitta bolasi bor oila uchunda. To'g'ri, ozgina noqulay. Passatdaqangi orqasi keng emas, lekin xarajat jihatdan anchagina arzon. Volkswagen Golf'ni narxi qancha bo'lishi mumkin minilganini misol uchun? Hozir Golf'ni 12-14 minglarga 12 deylik, to'g'rimi? Xo'p, Passat'chi. Passat 15-16 qarab ketaveradi. Shunaqa qiladi. Orasida 4 ming 5 ming farqi bor, to'g'rimi aytaylikki? Okey, endi 15 ming 16 ming 17 ming pulim yo'q deyish mumkin. Nima qilishadi? Eng yaxshi variant sifatida buni kreditga olishadi. Kreditga olishadi. 5-6%, to'g'rimi? Undan ko'ra 2-3 oy, 4 oy turib naqd pulga olish eng optimal variant. Va har oyda kelib turadigan kredit yo'q. Yoki bo'lmasam Frankfurtga o'xshagan shaharda yoki Berlinga o'xshagan shaharda jamoat transportlari juda ham yaxshi. Misol shaxsan men Osloning ichida yashagan bo'lganimda o'zim shaxsiy avtomobil olmagan bo'lardim. Chunki shaharning ichida, shahar markazida yoki shahar ichida shaxsiy avtomobil bilan yurish o'ta noqulay. Undan tashqari jamoat transporti ancha tez. Misol men Osloda ishlaydigan bo'lsam, mashinam turib bo'lsa ham Osloga mashinada bormayman, poyezdda boraman. Chunki poyezd tezroq boradi, ancha arzonroq ham bo'ladi. Shunaqangi asos 3 ta katta omillar bor-da. Yoki masalan aytaylik 3-omil oziq-ovqat deylik, to'g'rimi? Oziq-ovqat oladigan bo'lsa, oziq-ovqatning eng katta dushman holatlaridan bittasi har kuni bozor qilish. Nima bo'ladi? Aytaylikki, siz oilani boshlig'i sifatida ishdan kelyapsiz, ayolingizga SMS yozib telefon qildi. Dadasi yo'lda kirib kelishingizda mana narsa olib keling, anaqa narsamiz yo'q ovqatga. Okey, siz ishdan charchab kelgansiz, stress baland, qorningiz och. Kelyapsiz, aytilgan narsadan tashqari qo'shimcha narsalarni ham olyapsiz. Odatda shirinlikni olib kelasiz. Kola oldingiz, shirinlik olib, shokolad oldingiz, chunki qorningiz och, stress baland. To'g'rimi? Qorni och holatda do'konga kiradigan bo'lsangiz, tabiiyki ko'p narsa olgingiz keladi. Agar shu narsa odat shakliga aylanadigan bo'lsa, to'planib oyda oxirida katta summaga aylanishi mumkin. Yechimi unda nima qilish kerak? Yechimi misol uchun shaxsan men bir oyda bir marta bozor qilaman. Bir oyda bir marta bozor qilaman. Bitta umumiy optim bozor olib kelib qo'yiladi. Bu nima beradi? Menga ikkita narsa beradi. 3 ta narsa berar ekan menga. Birinchisi, oilaning boshlig'i sifatida menga o'ta katta xotirjamlik beradi. Men hamma narsani xotirjamlikka optimizatsiya qilganman hayotimda. Ya'ni uyimda yetarli darajada oziq-ovqatni ta'minlab qo'ygan bo'lsam, ya'ni instinkt darajasida bizga mas'uliyatimizda bo'lgani uchun uyda xolodilnigingiz to'liq turadigan bo'lsa, o'ta xotirjamsiz. Bu birinchisi, xotirjamlikni optimizatsiya qilish. Ikkinchisi, menga juda ko'p vaqtni saqlab qolishga yordam beradi. Ikkinchisi, nimaga? Men odatda chorshanba kuni ishga bormayman, o'sha kuni borib bozor qilishim mumkin bo'ladi. Ya'ni hamma ish paytida bo'lganda do'konlarda hech kim yo'q, kassalar o'chirit yo'q, boshqasi yo'q, parkovkalarda hech qanaqangi tiqilinch yo'q, to'g'rimi? Boraman, qo'limda ro'yxatim bor, nima qayerdaligini tap olaman, kelaman. Endi siz har kuni yoki ishdan keyin kelyapsiz va hamma ishdan keyin boryapti. Hamma ishdan keyin borgan paytda o'chirib turasiz, parkovka topa olmaysiz, uzoqroqqa qo'yasiz, asabiylashgansiz, chunki boshliq bilan ozgina chiqishmagansiz, majlisdan chiqqansiz, charchagansiz, nimadir bo'lyapti, qorningiz och. Kirasiz, kassada o'chirit, buqil, kimdir sizga yoqmadi, qanaqadir gap gapirdi, shunaqa holatlar borda, stress ustiga stress qo'shilaveradi. Men shu narsani, ya'ni vaqt omili juda muhim menga. Aytib o'tdimki, vaqtni optimizatsiya qilish, ya'ni vaqtni sotib olish holati. To'g'rimi? Endi uchinchisi, bevosita pul iqtisod qilishga yordam beradi menga. Optim olish, ya'ni borib turib donalab olgandan ko'ra umumiy oladigan bo'lsangiz, doimiy ravishda baribir arzon tushadi. Ayniqsa ro'yxat bilan bozor qiladigan bo'lsangiz. Misol uchun ya'ni kutilmagan ehtiyoj emas, xohishlarni qirqishga yordam beradi-da, bu to'g'rimi? Chunki ikkinchisi oddiy har 3 kunda borishdan ko'ra oddiy qadoqlash deylik, to'g'rimi? Oddiy qadoqlash. Shakarni oladigan bo'lsak, misol uchun, shakarni 1 kilosi 10 so'm bo'ladigan bo'lsa, 1 kilolik qadog'i. 3 kilolik qadog'i 25 so'm.
Bu To'g'rimi? taraflama. To'g'ri. Misol un To'g'ri. oladigan bo'lsangiz, 1 kiloli un 10 so'm, 5 kiloli un 40 so'm. To'g'ri. Odatda Germaniya holatida. bizdayam judayam ko'p aksiyalar bo'ladi. Ko'proq olsa Hm, arzonroq, nafaqat bu bazaviy, ya'ni birlamchi ehtiyoj mahsulotlari, ya'ni o'sha shakar, yog', balki oddiy boshqa narsalarga ham aytaylik, bitta oladigan bo'lsa, birlik narx, 3 ta oladigan bo'lsa, arzonroq holatida. Va shunaqa. agar endi buni oylarga ko'paytirsa, ko'rinmas, mayda-chuyda bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin agar kattaroq ko'lamda qarasa, ancha iqtisod qilsa bo'ladi. Shunaqa. Endi aytishingiz mumkin, aynib qoladigan narsalarni qanaqangi olasiz deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Sabzavotlar bir oyda bir marta olsa bo'lmaydi-ku degan narsa. Biz mahallamizda turklarni do'koni bor. Aha. Turklarni do'konida o'sha yangi, yaxshi, svejiy deymiz-ku, o'sha narsalarni olib kelishadi. Hmm. O'shandan olamiz sabzavotlar. yoki bo'lmasa men qishloq joyda yashayman. Qishloqda yangi kartoshka chiqqan, borib to'g'ridan-to'g'ri dehqonni o'zidan olaman. Tuxumni ham xuddi shunaqangi holat. To'g'ri, oddiy do'kondan ko'ra ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin sifati yaxshiroq. Shunaqangi holat. Masalan, Behzod aka, hozir siz aytyapsiz-ku, mayda ikir-chikirlarigacha aytib beryapsiz-da. Masalan, xarid qilish odatlaringizni. Bugun men bir qo'shninikida mehmonga chaqirganda bordim. U elektr sarfini shu darajada ikir-chikiriga olib borganda, bir oyda 3 yevro to'lar ekanda. Holbuki 180 kvadratli uyda tomini o'zi qancha dedi? 60 kvadratmi? Shunaqa tom, 60 kvadrat metr tomiga ega va hokazo. Ya'ni qancha quyosh modullari o'rnatganligi, undan necha kilovat tok sarflashi va hokazo. Shunaqangi darajada ekanki, u tokni, elektr energiyasini iqtisod qilish emas, undan ko'proq foydalanishga unga ma'qul ekanda. Iloji bo'lsa, mashina, agar elektr mashina olsang, kel meni uyimda zaryad qil deyapti-da. Ya'ni o'shanda hozir mana siz ikir-chikirlarni aytib beryapsiz. Uni qo'shnim bilan bo'lgan, u ham boy odam o'ziga nisbatan. Suhbatidan kelib chiqyapmanki, gap mayda detallarida. Ya'ni e'tibor berish kerak. Agar kimdir boy bo'lmoqchimi, puldor, ko'p topib, ko'p sarflab, ko'p stressda, ishdan, oiladan, u yoki bu holatlardan, stressdan, ya'ni chiqishmi va puldorlikdan boy bo'lish jarayoniga o'tishmi maqsadi, demak, ozgina intizom, ozgina e'tibor, hisob-kitob o'sha kerak ekan degan xulosaga kelyapman hozirgi tushuntirishingizdan. 100% to'g'ri fikringiz. Bu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Shunaqangi taassurot paydo bo'ladiki, ziqnalik bilan intizomni, tartibni farqini bilishimiz kerak. Ziqnalik nima? Ziqnalikni farqi, tiyin-tiyinicha sanaysiz va topgan pulingizni ishlatmaysiz. Ya'ni million bilan o'lib ketadi. Umrni oxirigacha puli ko'p bo'lsa ham, o'shan bilan ishlatmasdan o'lib ketdi. Ziqna. Hojiboy Tojiboy aytadi-ku, itiga qoldiribdi bor mol-mulkini. Ziqnalik. Endi biz aytayotgan narsa keraksiz ehtiyojlarni yo'qotish haqida gapiryapmiz. Ya'ni hayot tarzini aniqlab olaylik o'zimizga mos holatda va o'shani optimizatsiya qilaylik. Yo'q, men bu yerda nafaqat pulni optimizatsiyasi haqida gapiryapman, vaqtni optimizatsiyasi haqida gapiryapman, to'g'rimi? Shunday. Siz deb gapiryapsiz, uni qilasiz demoqchi emasman. Kontrast bo'lish uchun, farqlash uchun. Uchinchi shaxs, shunday. Aytaylikki, haftasiga 3 marta ishdan kelib do'konga kirasiz. Bozorlik qilish uchun. 3 minut parkovkaga ketdi, 4 minut parkovkaga ketdi. Bozor qilish uchun, boshqa narsa qilish uchun aytaylik 20 minut ketdi. 3 minut keyin qaytish ketdi, yarim soat vaqt ketdi. Hafta davomida 1,5 soat vaqt ketdi sizga. 3 marta ketadigan bo'lsa. 4 hafta davomida aytaylik ketdi, qancha ketadi? Yarim, 1,5, 6 soat vaqt ketyapti 4 hafta davomida. 6 soat vaqt ketyapti. Endi men bir oyda bir marta bozor qiladigan bo'lsam, parkovkamga o'sha 3 minut sizga sarflagan parkovkaga ketgan narsa ketdi. To'g'ri, ko'proq narsa olishim uchun har kun sarflayotgan 20 minut emas, menga 1 soat vaqt ketgandi. Men do'konda nima qayerdaligini bilaman.
qo'limda ro'yxatim bor. Hammasini olib borib ketaman. Shunaqangi holat optimizatsiya qilganmanki, kassada haligi turib, очередьga turmaslik uchun bizda haligi bunaqa bilasiz, o'zingiz skaner qilib ketishingiz mumkin. Imkoniyat bor. Shunday. Vaqt optimizatsiyasi. Endi siz bir oyda 6 soat vaqt sarflayapsiz do'kondan bozorlik qilish uchun. Men bir oyda 1 soat vaqt sarflayapman. 5 soat yutyapman. Haligi 5 soatimni xohlasam ko'proq pul topishga sarflashim mumkin. Yoki ko'proq pul topish qobiliyatimni oshirishga sarflashim mumkin. O'zimga o'zim o'qib, o'rganib, investitsiya qilibda sportga sarflashim mumkin, farzandlarimga sarflashim mumkin yoki shunchaki o'zim xohlaganda dam olishim mumkin. Yoki shunchaki ertaroq kelib, kino ko'rish yoki o'tirib hech narsa qilmaslik mumkin. Misol uchun aytaylikki, dam olish mumkin. Stress yo'q holatda, okey, men shu narsa qilishim mumkin edi. Shundan men 4 soat ekonom qilib qoldim. 4 soat vaqtim bor. Ya'ni xotirjamlik asosiy mag'zi, o'zagi, negizi xotirjamlikka erishish. O'ylab bilasizki, birov to'g'ri 6 ta 8 ta sumkani ko'tarib kelishinaqa bo'ladi, lekin orqasida to'xta, shuni orqasida men 4 soat vaqt yutyapman degan fikr bo'ladigan bo'lsa, bu ziqnalik emas. Chunki shunaqangi narsaki, hech qachon qaytalanmaydigan, biz ololmaydigan resurs bu vaqt. Pulimiz ko'p bo'lsa ham vaqt hammaga bir xil berilgan. Sizga 24 soat, menga 24 soat berilgan. Siz 24 soatni o'sha bir haftadagi har kuni 24 7 bo'ladigan bo'lsa, o'shani bir haftadagisini 1,5 soatni do'konda borib turib o'chirib turishga sarflayapsiz. Men o'sha narsani taftish qilib, intizom qilib turib, yo'q, bunaqa emas, bunaqa qilishim mumkin deyishim. Endi bu narsani 1-2 marta qilgandan keyin ongli ravishda bu narsa odatga aylanib qoladi. Juda katta ishonch bilan aytishim mumkin, o'sha sizni do'stingiz, qo'shningiz o'sha elektr panel o'rnatgan boshqa narsa qilgan odam. Elektr uchun boshlanishga, shunaqa optimizatsiya qilish uchun boshida 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta izlangan, qidirgan boshqa narsa qilgan, hozir vaqt sarflamaydi. Yo'q. Vaqt sarflamaydi hozir. Yo'q, umuman o'ylamaydi ham. Shunaqa. Boshida garajni ustiga qo'yib, nima qilib ko'rgan, 3-4 ta modul bilan boshladim dedi. Keyin uni effektini, holatini bilib, texnik jihatdan bilimlarni oshirib turib, keyin butunlay uyni nima qilganda 180 kvadrat 12 soatdan oshiq hozir Germaniyada ham nima bo'lib ketdi, havo juda ham isib ketdi, konditsioner ishlaydi, tashqarida pul, ya'ni suv havzasi, uni suvini isitish, xullas elektr energiyasini sarfi juda ham baland, 14,000 kilovat soat tok energiya sarfi, yillik sarf qilar ekanda. Hisoblab o'sha ikir-chikirlarigacha aytib berdi, men qoyil qoldim. Demak, bugun gaplashganimizdek asosiy mavzuyimiz demak boy bo'lish va puldorlik bo'layotgan bo'lsa, asosiy katta farqi demak boy odam topgan moliyaviy boyligida o'zini vaqtiga o'zi egalik qila oladi. Puldor odam pul topadi, xohishiga, ehtiyojlariga qoplashga yarasha pul topadi, lekin o'zini vaqtiga o'zi egalik qila olmaydi. O'zi xohlagan darajada. Asosiy farqi shu ekanda, O'zbekistonda. Endi boy bo'lishni asosiy ultimate goal deydi-yu, yakuniy maqsadi shu darajaga erishishki, pul topish uchun vaqt sarflamaslik. Pul topishdan to'xtash emas. Pul uchun ishlashga majbur bo'lmaslik, ya'ni pul uchun vaqtini sotishga majbur bo'lmaslik. Shu narsa nega asosiy maqsad shunda. Biz aytib o'tgan narsamizni ozgina boshdan boshladik. Kichkina elementlari haqida gapirilyapti. Lekin misol uchun meni holatimda, men 40 yoshda shunaqa moliyaviy erkinlikka erishaman degan maqsad qo'yganman. Hozirgi holatda hisob-kitobni hamma narsani qiladigan bo'lsa 39 yoshda, 40 yoshga kirishimga 6 oycha vaqt bor. Bundan 3-4 oy oldin yetib kelib bo'lganman unga. 3-4 oy oldin siz nima deydi, texnik jihatdan moliyaviy erkin bo'lgansiz. Shunday. Raqamlarni ko'radigan bo'lsak, men 3-4 oy oldin ishlashim shart emas bo'ldi.
Okay. Misol uchun hozir men aytaylik nimadir bo'lib, bugun klinikamda yoki daromadim tapa to'xtab qoladigan bo'lsa, hozirgi hayot tarzimni bir xil ushlab tura olaman. Norvegiyada. Norvegiya eng qimmat davlatlardan bittasi dunyoda. To'g'rimi? O'zimni uyim, boshqa mashina va hokazo. Xarajatlar kam emas. Lekin shu hayot tarzimni umrimni oxirigacha ushlab tura olaman. Wow. Ya'ni Okay. umri oxirigacha qaysi ma'noda? Ya'ni shu yerda misol shuncha ishlarni boshqa narsa qilib pensiya ham qo'shiladi, to'g'rimi? Lekin shunaqangi hisob-kitob qilingan holatda bo'ldi. Men o'zimni, ayolimni, bolalarimni hozirgi hayot tarzimda shundaycha bir xilda keta olaman, hech qanaqangi o'zgarishsiz. Endi tasavvur qiling, men hali 40 ga kirmadim. Shu paytgacha faqat o'zimga investitsiya qildim. O'sish linear o'sish emas. O'sish birdaniga tekis o'smaydi. O'sish eksponensial o'sish hisoblanadi. Ya'ni men shu paytgacha bir nechta ko'nikmalarni olgan bo'lsam, misol bitta ko'nikma menga 1 so'm berayotgan bo'lsa, ikkinchi ko'nikmani qo'shsam, bu bir alohida bu 1 so'm beradi, bu 1 so'm beradi. Lekin ikkita ko'nikmani qo'shadigan bo'lsam 3 so'm beradi bu. Aha. Tushundingizmi? Bitta ko'nikma ikkinchi ko'nikmani qo'shsangiz, ikkalasi 2 so'm bo'lib qolmaydi-da, 3 so'm beradigan bo'ladi bu narsa. Misol sifatida aytishim mumkin, men shifokor sifatida aytaylikki, soatiga 10 yevro pul berishadi menga deylik. Xo'p. Bitta ko'nikma. Ikkinchi ko'nikma IT sohasida ko'nikmam bor men. Alohida olsak 10 yevro bunga ham pul to'laydi. Lekin ikkalasini birga qo'shadigan bo'lsa 30 yevro pul to'laydi menga. Nega? Chunki shifokorlardan bozorda raqobat bor, ko'p. Ya'ni men yo'q, shifokorlik 10 yevroga oz, menga 15 yevro berasan deydigan bo'lsam, ikkinchi odamni olib kelishadi menga, men o'rnimga. IT sohasidagi bilimimni, yo'q, menga soatiga 15 yevro berasan deydigan bo'lsam, yo'q, mana palonchi 10 yevro turibdi deydi. Lekin ham shifokorlikni, ham ITni jamlagan ko'nikmaga ega bo'lgan odam yo'q, bozorda o'ta kam. Ikkita ko'nikmani hisoblaganim uchun menga 30 yevro berasan degan bo'lsam, bo'ldi, gap muammo yo'q deydi. Endi shu paytgacha menda shu narsa ko'nikmalarni borgan sari oshirib keldim. Bundan buyog'iga o'sish linear emas, eksponensial bo'ladi. Yuqoriga ko'tariladi. Endi men moliyaviy erkinlikka erishgan odam sifatida ish beruvchini kontraktiga qarab qolganim yo'q. O'zimni narximni qo'ya olaman. Endi aytaylikki, birorta loyiha qilmoqchimiz. Loyihani umumiy narxi aytaylikki 100 ming yevrolik narx deylik, birorta loyiha deylik, birorta narsa 1 yillik davomida qilinadigan loyiha. 100 ming yevroni men aytishim mumkin, loyihani odatda ish beruvchi sifatida beradigan bo'lsa, mendan talab qiladi 40 soat ishlashni haftasiga, 37,5 soat ishlashni talab qiladi. Ertaman 9 ofisda bo'l, 5 gacha ishla va hokazo. Endi men u talabga, unaqangi talabga men bor yo'q oldimman. Keyin men senga natija muhim-ku. Meni ko'nikmalarim bo'lgani uchun shu natija muhim bo'lgan, shu narsani senga 1 yilda emas, 6 oyda yetkazib qo'yaman. O'sha 100 ming berasa, mendan turniket so'ramaysan, qo'pol qaytganda. Lokatsiya so'ramaysan. Xohlasan soat kuniga 3 soat vaqt sarflayman, xohlasam 20 soat vaqt sarflayman. Meni erkinlik bor. Shu paytgacha to'plangan ko'nikmalar to'plab turib, endi bundan buyog'iga pul topish imkoniyati yana ham oshib boradi. Men moliyaviy erkinlikka chiqdim deb turib, prosta ishlashni tashab qo'yish bu iloji yo'q narsa. Chunki men 16-17 yoshdan beri tinmasdan ishlab kelayotgan odamman. Inertsiyani o'ziyoq ko'taradi. Bu juda ham qiziqarli ma'lumot bo'ldi Beyuz aka. Demak, inson, har bir odam o'zini, demak, birlik vaqtini pullayotganda o'sha qiymatini oshirish uchun o'shanga yarasha ko'nikmalarini ham oshirib borish kerak ekanda. Ya'ni bitta sohada bo'lib turib, bir xil ishni qilib turib, doimiy aytaylik oshib borishni kutish
biroz noto'g'ri bo'lar ekanda. Hmm. Demak, Endi bozorda oddiy elektrik, har qanday soha, aytaylik, ilmiy sohaga asoslangan sohalarda ishlaydigan yoki jismoniy mehnat bilan aytaylik band bo'lgan insonlar agar ko'proq pul topishni xohlasa, demak, ko'nikmasini oshirib borishi kerak bo'lar ekanda. ko'nikmalar diversifikatsiyasi degan narsa borda. Ko'nikma qancha diversifikatsiya qilinsa, ko'p ko'nikma to'planadigan bo'lsa, imkoniyat shuncha oshib boradi. Ya'ni bizda optionality deydi, imkoniyatlar, tanlovlarimiz oshib boradi bizda. Aytaylikki, oddiy misol sifatida aytaylik, men shifokorman va boshqa hech qanaqa ko'nikmam yo'q. Faqat norveg tilini bilaman xolos. Shifokorman. Shunaqa holatlar bor. Okay. Misol uchun Suriyadan kelgan yoki boshqa joylardan kelgan, ingliz tilini, rus tilini yoki boshqa tilni bilmagan, kelib shu norveg tilini o'rgangan shifokor kollegalarimiz borda, hamkasblarimiz bor. Ular ingliz tilidagi ma'lumotni olib o'qiy olmaydi. O'z-o'zidan o'zini ustida rivojlanish tezligi bizga nisbatan ancha past. Endi ularni xususiy bozorga chiqib ketib ko'proq pul topish imkoniyati o'ta kam. Sababi xususiy bozordagilar ko'nikmasi ko'proq bo'lgan odamni ko'proq qadrlaydi. To'g'rimi? Ular ishchi sifatida ish beruvchini qo'ygan talablariga bardosh berishga, tungi navbatchilik turishga, boshqa qilishga majbur. Meni holatimda yo'q, bor yo'qol deyman, men chiqib ketishim mumkin. Shunaqa qilganman ham. Mutaxassis bo'lganman, mutaxassisligimdan bo'lgan kuni ertasiga ishdan bo'shaganman. Sababi oylikdan boshqa hech narsa menga taklif qila olmagan, yaxshi oylikdan boshqa. Vaholanki meni boshqa ko'nikmalarim bo'lgani uchun va boshqa joyda ish topa olishga ko'zim 200% yetgani uchun chiqib keta olganman. Agarda boshqa ko'nikmalarim bo'lmaganda, boshqa joyda ish topishga ko'zim yetmas edi, o'sha joyda qolishga majbur bo'lardim. Va oldingi o'tkazgan 3 yil, 4 yillik umrim yana davom etib ketaverardi. Hech qanaqangi o'zgarish yo'q. To'g'ri, oyligim oshardi xolos. O'sish linear bo'lardi xolos. Aytaylik, oylik 100 ming so'm edi yiliga. Mutaxassis bo'lding, 110 ming ko'tarib beramiz deydi. Yillik inflyatsiya 3% bo'ladigan bo'lsa, topayotgan farqingiz 7 ming yevro farq bo'lyapti xolos. 7 ming yevro 100 ming, 170 ming ko'tarilgandan keyin 110 ming ko'tarilgandan keyin solig'ingiz ham oshadi. Vaholanki topayotgan pulingiz 3 ming yevro qo'shimcha pul topyapsiz xolos bir yilgada. Bir yilga arzimaydigan narsa. Ko'nikmani foizi kamida 20%, 30% ga oshishi kerak. G'arb holatida siz bilan bizdaqangi harakat mehnat qiladigan odam. Yoki bo'lmasam, sizda holatingizni aytaylik. Sizda IT sohasidasiz. Hozir. ITga aloqador. ITga aloqador. Lekin undan oldin sotuv sohasida katta ishlagansiz. Shunday. Nimadir bo'ldi-da, katta narsani sizda ishxonangizda sotib olishga shartnoma qilinyapti. Siz ko'rasizda, to'xta, chunki bular tushunasiz, ko'nikma bor-ku. Boshqalarga aytishingiz mumkin. Men tajribam bor, men bunaqa deb fikr bildirishingiz mumkin. Shunday. Shunaqa qilishimiz kerak, unaqa qilishimiz kerak. To'xta, sen sales ishlaganmisan? Ishlaganman sotuvda. Bo'ldi. Kel. Shunga sen boshliqsan. Sizga loyiha beradi, sizga ya'ni PM'likni beradi, project managerlikni beradi, loyiha boshqaruvchisi sifatida. Va o'shani hisobiga sizga bonus beradi. Shu ko'nikmasi yo'q odamlarga nisbatan sizda imkoniyat oshib boryapti. Bitta ish beruvchining ichidayoq, o'zining ichidayoq. Yoki bo'lmasam, siz ertaman soat 8 dan 9 dan 3 gacha, 4 gacha ishlayapsiz, orada 2-3 soat vaqtingiz bor ishda. Sizda yana bitta ko'nikma tariqasida sizda o'zbek tilini bilasiz, nemis tilini ravon tilida gaplashasiz, rus tilini bilasiz. 3 ta til ko'nikmasi bor sizda. To'g'rimi? Shunday. Germaniya holatidagi hozirgi holat nima? Ukrainadan qochoqlarning ko'p kelishi bo'ldi. Qochoqlar nima qiladi? Qochoqlar bolasi maktabga boradi, bog'chaga boradi, doktorga ish tushadi, to'g'rimi? Yoki nimaga ish tushadi? Tilni bilmaydi. Tilmochga, tarjimonga ehtiyoji katta. Men rus tili bilaman men. Nemis tili bilaman deysiz, tarjimonlik qila olasiz. Telefon qilishadi sizga, telefonda bemalol tarjimonlik qilib qo'shimcha daromad topish imkoniyati bor sizda. Shu jumladan o'zbek tilida ham, misol uchun o'zbeklar borki, tilni bilmaydigan. Sizga qo'shimcha daromad manbai, ko'nikma bo'lgani uchun sizda.
Ya'ni ko'nikmalar qancha diversifikatsiya bo'lsa, imkoniyat oshib boraveradi. Demak, ko'nikmalar deganda o'sha xilma-xil, qo'ldan keladigan har qanaqa ish. Til bilimi bormi, IT bilimi bormi, odatda soft skill, hard skill deyiladi. Ya'ni soft skillda demak kommunikatsiya, muomala qilish madaniyati, qobiliyati va hokazo va hokazo, odamlar bilan kirishuvchanlik. O'sha narsani demak, ya'ni ko'nikmalarni umumiy jihatda rivojlantirib, yaxshilab borsa, demak, o'sha ish oluvchini qadri-qimmati ortib, daromadlari o'sishiga sabab bo'lar ekanda. Shunaqa ko'nikma nima? Ko'nikmani o'zaki ta'rifini jaydari qilib tushuntiradigan bo'lsak, boshqa odamning muammosini yechib bera olish qobiliyati. Mendagi shifokorlik ko'nikmasi nima? Shifokorlik ko'nikmasi ko'zdagi og'rig'ini davolash. Sotuvchining ko'nikmasi nima? Sotuvchining ko'nikmasi ishlab chiqaruvchining mahsulotini olib xaridorga sotish. Ya'ni ishlab chiqaruvchining muammosi sotish. Sotuvchining vazifasi xaridorga olib borish. Tarjimonning vazifasi nima? Tarjimonning vazifasi tushunmayotgan odamga mana bu ma'lumotni tushuntirib berish. Ya'ni hammasi muammoni yechish. Muammoni yechishga qaratilgan ko'nikmani oladigan bo'lsak, u tabiiy ravishda o'zi qadrlanadi. Endi bozorda buni takliflari qancha borligi va bunga talab qancha borligiga qarab turib narx baholanadi. Nimaga men shifokor sifatida ko'proq pul topaman? Sababi talab o'ta yuqori, kasallar o'ta ko'p, shifokorlar kam. Agarda kasallar soni kam bo'lib, shifokorlar soni ko'p bo'lganda edi, muvozanat boshqacha bo'lar edi. Nimaga hozirgi kunda rus tiliga, ukrain tiliga ehtiyoj ko'payib ketdi tarjimonlar orasida? Chunki 60 ming, 70 ming, 80 minglab ukrainlar keldi, til bilmaydiganlar. Shunday. Shunaqangi holatda nimaga IT sohasidagilarga yaxshi oylik to'lashyapti? Sababi ITni bozordagi talabi oshib ketyapti. Ayniqsa misol uchun sun'iy intellekt biladigan odamlarga. Doimiy ravishda taklif shunaqa o'ynab turadi. Mana shu ko'nikmalar haqida mavzuda balkim keyingi suhbatlarimizda yana qaytarmiz Berzaka. Juda ham qiziq. Nega deganda mana yaqinda bir kitobni tugatdimda, shu yerda bozorni ta'riflayaptiki, ya'ni zamonaviy dunyoda oxirgi 10 yilliklarda ko'nikmalarni nafaqat diversifikatsiya qilish, balki doimiy ularni yaxshilab borish va moslashuvchanligini orttirib borish talabi juda ham oshyapti. Ya'ni avvallari oddiy bir buxgalter, hisobchi xodim desak, u nafaqat buxgalteriyani ma'lum bir darajada o'sha aytaylik C1 qaysidir o'sha sertifikatlarni olish emas, balkim Excel bilan ishlash. Endi Excel bilan emas, turli xil BI dashbordlar bilan ishlash. Endi nafaqat ular bilan emas, balkim reportingda yangi turlari, ya'ni toollar bilan ishlash va hokazo va hokazo. Ya'ni ko'nikmalarga bo'lgan talab ham ortib bormoqda-da. Bu juda ham tez o'zgarib kelyapti. Moslashuvchanlikka talab yuqori deyapsiz-ku, moslashuvchanlik talab yuqori bo'lishining sababi bozor o'zgarishi hisobiga ko'nikmalarni tezroq o'zlashtira olishga ehtiyoj bor-da. Moslashuvchanlik nima? Moslashuvchanlik bu ko'nikmalarni shakllantira olish qobiliyati. Yaxshi moslashadi deydigan bo'lsa, bu ko'nikmani tezroq shakllantira oladi o'zida degan narsani bir xil ikkalasi. Moslashuvchanlik bilan. Ya'ni muammoni tezroq hal qila oladi. Endi bozorda yangi paydo bo'lgan muammoni bu boshqalarga nisbatan tezroq hal qilish yechimini topa olyapti. Bu moslashuvchan. Vaholanki o'zagida, negizida muammoga yechim. Va iqtisodiyot shu narsani ustiga quriladi. Bu haqida gaplashamiz, korxona nima u, boshqa haqida. Yoki 1 soat bo'pti, ko'payib ketmasin. Undan keyingi holatda, keyingi mavzuyimiz shaxsiy moliyaviy holatni baholash ekan. Bu yerda ahvolim qanday degan savolga javob berish, to'g'rimi? Bizning maqsadimiz puldor haqida gapirdik, boy bo'lish haqida gapirdik, erkinlik haqida gapirdik va o'zimizni vaqtimizga o'zimiz egalik qilish haqida gapirdik. Ya'ni xohlamagan narsamizni qilmaslik. Chunki stress
boshqa hamma narsa o'shani sababli kelib chiqadigan narsalar. Endi keyingi mavzuda shaxsiy moliyaviy holatni aniqlash. Ahvolim qanday? Men qayerdaman o'zi? Chunki qayerga bormoqchiligimizni bilishimiz uchun birinchi qayerdaligimizni bilishimiz kerak. Kirim, chiqimlar qanday? Ehtiyoj va xohishlarning farqi. Shular haqida to'xtalamiz. Yaxshi suhbat bo'ldi. Buni YouTube'ga joylaymiz. Sizga katta rahmat Beyzat aka. Bilimlar bilan ulashayotganingizga. Keyingi epizodda ko'rishguncha. Rahmat. Keyin shu o'rinda aytish kerak, agarda tabiiy ravishda savollar tug'ilgan bo'ladi, chunki bu narsa ko'pchilikka meni hayron qoldirgan holatda shu narsa bo'ldiki, bu o'ta yot bo'lgan mavzu. Ya'ni xuddiki men o'zimda yunon tilida gapirayotgan odamdek his qildimda, gapirib turib. Bu oddiy narsalar-ku deyapman, lekin o'ylab ko'rib, yo'q, bu sen uchun oddiy narsa, chunki sen bu narsani ustida 10 yildan beri ishlayapsan, optimizatsiya qilyapsan. Bu narsani o'zing o'rganding, boshqa narsa qilding. Bular endi shu narsaga kirib kelyapti. deb turib, o'shaning uchun savol muhim bizga. Bizga feedback, ya'ni fikrlar muhim va tanqid muhim. Nimalarga e'tibor bermadik? Qayeriga nima qildik? Va maslahat kerak. Odamlardan tanqid so'rasangiz tanqid qilmaydi, lekin maslahat so'rasangiz maslahat beradi. Tanqid qilmanglar, lekin maslahat beringlar. Nimalar haqida gaplashaylik? Shunaqa deng aka. Chunki tanqid desangiz hozir. Tanqid emas, maslahat so'raymiz. Hammadan. Bo'ldi. Ajoyib. Yuklab qo'yamiz buni. Aloqadamiz. Katta rahmat Beyzat aka. Sog' bo'ling. Xabarlashamiz.